Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda endi O'zbekistonda kimlarning pensiya miqdorlari oshiriladi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning pensiyasi oshirilishi mumkin. O'zbekistonda harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlarning pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Bu haqida 7-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi birinchi o'qishda ko'rib chiqilgan. Harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasida so'z boradi. Mazkur qonun loyihasi bilan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyalari bilan ta'minlashning huquqiy asoslarini qonun bilan belgilash, ushbu pensiyani tayinlash shartlari, turli miqdorlari va tartibga oid normalarini takomillashtirish nazarda tutilgan. Xususan, harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiyaning bazaviy miqdori aniqlashda ish haqining hisobga olinadigan miqdori 75% dan 100% ga oshirish taklif etilgan. Shuningdek, pensiya tayinlashda asos bo'ladigan pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 15 barobaridan kelib chiqib hisoblash amaliyotini 12 barobaridan kelib chiqib belgilash ko'zda tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Mudofaa vazirligi ofitserlariga ko'p yillik xizmati uchun ustama miqdori 2 karra oshirilishi, shuningdek, kontrakt asosida xizmat qilayotgan oddiy askar va serjantlar oylik maoshi 10% ga ko'paytirilishi xabar qilingan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.